Uchxonaga Qibray tumani O'nqo'rg'onga kelganman. Uchqahramon postdan roppa-rosa 6 kilometr bilan kirib kelar ekansizlar. Ana Yangi Mol bozoridan to'g'ri o'tasizlar, o'zi yo'l Tabrasga, o'sha yerdan 10 yurganingizda chapga ikkinchi ko'cha mana. Mana planli ko'chalar, yaqinda asfalt bo'lar ekan. Shu yerda 6 sotuv mana Hasan Husanov bitta Hasani sotilar ekan. 6 sotuv, 7 ta xona, bir 2 ta 3 ta sanuzil. Juda shinam fayzli xonadan hozir ishlarini ko'ramiz. Haqiqiy o'zbekona mana paltarib uchastkalar. Mana yo'ligidan kirasizlar, mana kalavatlarni ham qo'yib qo'yishgan. Mana hovlilarni ham bir ko'rsat, mana juda fayzli, mana daraxtlarni kuz keldi, bahorda kelsanglar mevalar hammasi ham eteklarda uylar qurilgan. Xullas, mana shu uchastkamiz mana paltara stilda qurilgan. Mana pastida kiruvchi katta bitta xona bor. Naryoqda bitta spalniya qiladigan xonasi bor. Mana ko'rib turganingdek, и прачечный, yani kirpiklarni yuvadigan mana shu xonalari ham bor. Mana etagimizga kelamiz. Etagimizda bitta oshxona ketgan. Oshxonaning yonida bitta zal, zalning yonida o'zining spalniyasi, ichida naryoqda yana ikkita alohida o'zining sanuzillari ham bor. Endi uy ichlarini ko'rsataman sizlarga. Mana bu kiraverish, ko'rganingizda katta zal, haligi podvalga mana uy ichidan ham tushsa bo'ladigan joyi bor. Endi mana bu ko'ringlar, mana bu zalni ko'ringlar. Chakinimli mehmonlar rosa kutar ekanlar, katta onaqadan havoslar qilib zal qilgan ekanlar. Kimga nasib qilsa mana shu to'la mehmonlarni kutaveringlar. Endi mana bu yoqda bitta zal, mana bu yog'imizda mana spalniya ketgan. Xonalarni katta-katta domdan kelgan, keyin bo'lsin xonalarni katta-katta tashagan ekanlar, keringlar. Mana bu yoqda ham xuddi shunaqa ichida sanuzilli spalniya bor, faqat bu yerda kichkinalar uxlayotgan ekan. Endi men bolxonani ko'rsataman. Yo'lning tepasida ham ikkita xona, mana deytski. Endi mana xonalar ko'pligidan mana bu yoqni kladovka qilib yuborishibdi. Xullas bir 7 ta 8 ta xona, 2 ta 3 ta sanuzil, 6 sotuv, narxini kelinimlar 300 ming so'rayaptilar. Kelishtirib beraman dedilar. Qani oladigan mardi kelsa, joyida dangal kelishtirib beraman dedilar. Past egalari nomini bemalol aloqaga chiqinglar, tamom.